участницы четвертого турнира в рамках подобной рестлинг-лиги. Перед тем, как пригласить участников главного события сегодняшнего вечера, я хочу услышать самых громких болельщиков! Давайте еще раз, я знаю, вы можете, ребята, как настроение, Алматы! Греко-римская борьба. Весовая категория до 77 килограммов. На ковер приглашается в красном заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, победитель ПВЛ-1. Ему 32 года, рост 175 сантиметров. Роман Власов! Соперник Сине. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз толугу менен кошул. Ему 23 года, рост 1,78 сантиметров. Он призер Олимпийских игр, чемпион мира и Азии по прозвищу Акула Акжол Махмудов. Схватка десятилетия. Роман Власов geçirdiği gözün pres konferensiyadagi fikrindagi to'xtalib bu güreş Olimpiadaning finalindagi güreşten dagi men uchun o'ta to'lqindan kechirdi. Shundan so'zga tayanib qo'ysak, bu Роман Власов uchun qanday ma'noli güreş ekanligi. Yo'ldagi o'sha so'zda o'sha fikr bilan ketdi. Yana Akjol Mahmudov aktivli bo'lishiga tirishi kerak. Роман Власов biraz aktivli alg'ashqi sekundalarda Akjol jaqnag'an Aziz chempionatga qatnashib keldi. Ana bir dengelde Роман Власов o'zining stilida başka bir uzunluğuna koşturup parayı aldılar. Роман Власов teknisinde ağırlığı geçti. Başka bir paylaşıyorum bile. Sadece Kırgızistan kalbanda eski ülkeye. Zorla. Çiftratın yollarında anlaşıldı. Güçlü partide. Partide bu Türkiye'de. Tezkor beriladi. Azob tezkorcha
Namazlasov o'zi to'sqo'yib berildi. Germanlar o'rnlaridan tura yurtishdi. Gerkaksa Namazlasov oldi. Namazlasov to'pini Ajazaxshi Muncha. Namazxonjo o'yinini g'almadi Namazlasov. Boshlash kerak, ajoyib boshlash kerak. Yaxshi qo'rg'onuvdi hozircha ajoyib. Sana Ensonov ajoyib. Ensonov ajoyib turib ketdi ajoyib. Zamat ajoyib. Shunday gro'shtilash kerak. O'ta emotsional o'tish. Habibning Konordan o'tishini o'ylashdi. Bunda shunday bir emotsional o'tish bo'ldi. Namazlasov birinchi bo'libda o'ta aktiv. Birinchi nomerda ishladi, biroq Ajoldagi harakatlari zamon emas. To'rt sekund vaqt bor hali birinchi bo'libni keyin. Vlasov Roman Saul'dun variantlarini qarashtiruvdi hozir. Sekund. Birinchi bo'libda o'ta. Shunday ahvolda Jimtaq Farjo Mahmudov ikkinchi bo'libda aktivlikni qo'shuvni talab turadi hozir. O'tayotgan. Yaxshi serda chiqdi hozir. Birinchi bo'lib Firmoyla Roman Vlasov Mahmudovdan. Asosiy harakatni payavga o'ldirdi. Futbol turnirining tarixida to'rtta futbol emas. Ligacha qatnashdi. Ikkinchi bo'lim boshlandi. Esepsiyani Firmoyla hozircha Roman Vlasov oldida. Başın sağlık istekliğinizden Aljol Tınaqlıyım bunu alavcı ama Vlasov'da istekli gösterdi çıbaydı burada biroq qanday qilgan jo'q qalis ama Aljol aktivlikni bichakda qadimgidek ko'rinadi. Aljol shunday tempda ishlash kerak hozir. Faktor alish kerak Ajolamni o'ta yaxshi tushunib turadi. Bir kun bo'ylab ko'rib turadi. Mana yaxshi. O'zini qachon bog'lanadi, Goldagi yurba oldi. Ronaldo hazır. Ko'pchilik hamishni menlari açık ko'rish mumkin. Bu ikki bag'ondan Kanadin dengada do'stlik kurashi yurgan ajoyib hazır. Do'stlik menga sho'rish mumkin, do'stlik sho'rish mumkin. Biroq bu ikki bag'onning o'rtasida bir-bir bo'lgan. Sportni kuchi hazır jo'qotgandan beri o'tiradi. Bilet odamni insonni kuchi bor ekanini so'zish. Yarım minut vaqt qoldi Aljol. Pasivni ishlash kerak. Aljol mumkin bo'lishini taktikni o'ynash kerak. Hozir qayra pasiv berib, qayradan Aljolni faktorga qo'yib qo'yish mumkin hozir. Bunda qisqa vaqt qoladi. Avval qiyinda qolishi. Qo'lga Aljol hozir oldidan qo'lni salib harakatini jasadi. Qayradan Roman Vlasov hozir faktor berildi.
Уважаемые болельщики, мы просим вас соблюдать правила приличия и не бросать на мат посторонние предметы, они могут травмировать бойцов. Kerak jo'yini. Shura. Barna chidadim. Chidash kerak. Mana Jasafga eski berdi, Timurda o'zlari. Yo'q, hozircha. Bo'ldi turmush savlat hozir. Ushbu harakat bitta turmush hozir. Ko'p vaqt Aqjol uchun, Ramazbasov uchun az. Ramazbasov baqat muddat. Aqjol butun bekem turishi zarur lazım. Otuz sekund. Matarena. Yerdan o'rnida Turobay. To'pdan turgan uchura. 15 sekund Aqjol Mahmudov. O'zi uchun eng bir risk oldi, endi ma'naviy kurash ko'rsatgan bahsi. 5 sekund. Shuning uchun Almataga cheyin keldik. Mana shuncha ko'rmam. Победу одержал Aqjol Mahmudov! Для награждения на ковер приглашается Михаил Геразимович Магаршвили. Друзья, Роман Aqjol! Так или иначе, вы люди, которые подали сегодня нам этот праздник. И в первую очередь, поскольку все еще друзья, давайте будем все на местах. Твои ощущения и что дальше? Потому что я допускаю, что ты не совсем удовлетворен и хотел бы еще. Здравствуйте всем. Дорогие друзья, спасибо за эти эмоции, спасибо за противостояние. Я убежден, что это очень все встреча, она, безусловно, сложилась тоже Aqjol. Но продолжим писать по традиции, потому что убежден, что главное старт впереди. Спасибо. Это человек, на борьбе которого все мы выросли. Что дальше, во-первых? И, я не знаю, но я бы хотел увидеть еще раз. Мне кажется, что люди хотели бы тоже увидеть еще раз это громкое противостояние. Потому что посмотри, что происходит здесь. Это благодаря вам обоим здесь. Всем салам алейкум. Güç koşup demiyoruz ki ben olmak sen işin kurtarmak sanırım demiyoruz. Şimdi sporcular narada çok jengişlerge жетет. Анан турнир схватка боюнча айта кетсем на русском скажу, чтобы всем было понятно. Спасибо, а то я начал кыргызский учить в моменте, когда ты начал говорить, поэтому